Erkin ko'chadan qovog'ini uyib uyga kirdi. Dorga kirilayotgan Ma'suma ishini tashlab, erining yoniga oshiqdi. Aylanib o'rgilib so'rashish asnosida qo'lidagi xaltalarni oldi. Keyin Erkinning ortidan kirdi. Ovqat olib kelaymi? Qorningiz ochmi? To'qman. U xotiniga qaramay gapirdi. So'ngra xontaxta atrofida to'shalgan ko'rpachaga yostiqni olib yonboshladi. Pult qani? Ma'suma yugurib borib o'g'ilchasi o'ynab, xonani bir burchagiga uloqtirib ketgan qurilmani olib, erining qo'liga tutqazdi. Biroz kutib eriga tikilib qoldi. Erkinning ikkala ko'zi televizorda ekanligini ko'rib, hovliga qilayotgan ishini davom ettirish uchun chiqib ketdi. Erkinning ko'zi televizorda-yu, xayoli boshqa joyda edi. Shuni nimasiga uylandim? Yana otasi 1 yil yalintirgan deya qizini bermay, 5 yilda kampir bashara bo'lib qoldi. Na o'ziga qaraydi, na ust boshiga. Ozib ketganidan ko'zi ichiga kirib qo'rqinchli bo'lib qoldi. Erkin yana Layloni o'yladi. Ana uni go'zal desa bo'ladi. Kiyinishini qotirib qo'yadi. Qanday ulgurarkin? Bo'lmasa uni ham bola chaqasi, oilasi bor. Bir gapirib 10 kuladi. Hamma ishga ulguradi. Xonamizga bir kirsa, kechgacha atirini hididan boshimiz aylanadi. U ochiq-sochiq kiyinadigan hamkasbi bilan xotinini solishtirar ekan, xotinini battar yomon ko'rib ketdi. Ma'suma kichigini aravachaga solib, katta bolalarini bog'chadan olib kelganda, eri telefon titkilab o'tirardi. U ham ayol sifatida erining o'zgarishlarini payqagan, ammo nima qilishni bilmasdi. Bir paytlar qanday go'zal edi. Turmushga chiqishi bilan homilador bo'ldi-yu, sochi, tishi to'kila boshladi. Birinchi farzandi tug'ildi-yu, hali yuziga qon yugurmasdan ikkinchisiga homilador bo'ldi. Katta ro'zg'or, tinimsiz mehnat uni ancha holdan toydirdi. Ikkinchisini esini tanimay, uchinchisini tug'di. Ozib-to'zib ketdi. U keyingi paytlarda to'yib uxlashni orzu qilardi. Qani edi, kechgacha mazza qilib uxlasa, hech kim uyg'otmasa. Kiyimlarning ham oxori to'kildi. Bir pardoz buyumlarini ham bolalari to'kib ado qildi. U bolalarni ovqatlantirib o'tirib ham eridan dakki eshitdi. Ovqat yemay kichkinasini yig'isiga kattalarining to'poloni qo'shilib, qiy-chuv bo'lib ketdi. Bitta bolani eplolmaysan, o'shqirdi Erkin ko'zini chaqchaytirib. Ma'suma gap qaytarmaydi. Ichida qanaqa bitta, 3ta-ku desa ham sirtiga chiqarmadi. Sekin o'rnidan turib, indamasdan bolalarni boshqa xonaga yetaklab o'tib ketdi. Qishloqqa singlisinikiga ketgan qaynonasini tezroq qaytishini Xudodan so'rardi. Ertasi kuni ishxonada hamma xodimlar o'z ishi bilan ertalabdan mashg'ul edi. Aynan Laylo xodimlar ishlayotgan xonaga kirib kelganida Erkin kompyuterini titkilab o'tirgandi. Ayolning qo'ng'iroqdek ovozidan o'ziga keldi. Nimalarni xayol so'rayapsiz? Shunchaki so'radi. Sizni o'ylayapman. Erkin bu gapni qanday aytib yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. Ayol hozir urishib beradi deb o'ylab turganda, aksincha, xandon otib kulganini ko'rib, yengil tortdi. Shu tariqa apoq-chapoq bo'lib qolishdi. Erkin ishdan keyin uyga kelib, kechki ovqatni tanovul qilib bo'lgach, xotiniga ertaga yakshanba kuni toqqa borishini aytib, barvaqt uxlashga yotdi. Ma'suma kuni bo'yi ro'zg'or ishlari, mol-holga qarash bilan charchagan bo'lsa ham, ko'ziga uyqu kelmadi. Ko'ngli negadir g'ash edi. O'zidan o'zi yuragi siqilib ketaverdi. Bolalarni ustiga yengil choyshab yopgandek bo'lib, hovliga chiqdi. Qaynonasi hali ham uyga kirmabdi. Supada xayol surib o'tirardi. Kelinini yoniga kelib qolganini ko'rib, "Charchadingiz-a, bolam?" deya gapida davom etdi unga boqib. "Hozir shunaqa qiyin yillaringiz. 3-4 yil o'tsin, hammasi iziga tushib ketadi. Bolalar katta bo'lishadi. To'yib uxlashga bemalol vaqtingiz bo'ladi.
3 o'g'ilni orqasidan 3 kelin kelib qo'lingizni hali sovuq suvga urdirmaydi, dedi qaynonasi. Ma'suma sekin kelib qaynonasining yoniga o'tirdi. Beozor quchdi va boshini sekingina qaynonasining yelkasiga qo'ydi. "Oyijon", dedi sekingina. "O'g'lingiz ertaga kim bilandir toqqa ketyapti. Telefondagi xabarlarni o'qidim", deya yig'lab yubordi. "O'zi uxladimi?" "Hech qisi yo'q bolam, xavotir olmang, hammasi joyiga tushadi", deya kelinini biroz ovutishga harakat qildi. Xo'rozlar tongdan butun dunyoni o'z qichqiriqlari bilan larzaga solib uyg'otib, tong otganini baralla aytayotgandek uyg'otishardi. Erkin ham uyqudan uyg'onib, bir ko'zini qisib telefonini tekshirayotib, o'rnidan turib ketdi. Layloning "Men toqqa borolmaydigan bo'ldim" degan xabaridan kayfiyat tushib ketdi. Sigaretini olib hovliga chiqdi. Hovlidagi chorpoya ustida onasi o'tirganini ko'rib shoshib qoldi. "Ona, nima qilib o'tiribsiz?" "Toqqa ketsang kuzatib qo'yay degandim." "Bormaydigan bo'ldim, ona." "Bormaydigan bo'ldingmi yoki borolmaydigan bo'ldimi?" Onasining bu gapidan keyin Erkinning ichiga o't tushdi. Nimadir bo'lgan. "Ma'sumani javobini ber. Anavining ham eridan ajrashsin. O'zingni bolalaringni qaynotangnikiga olib borib qo'ygin-da, uni bolalari bilan olib kel. Seni o'shaningga uylab qo'yaman. Bir quchoq o'tinga topilgan xaridor xotiningga ham topiladi", dedi onasi. "Nimalar deyapsiz, onajon?" Xuddi shu payt ostonada Ma'suma ko'rindi. Erkin esa battar jahli chiqib unga o'dag'aylab ketdi. "Telefonimni titkiladingmi?" Ayoli esa hech narsa demadi. Shunda ona keliniga qarab, "Bolam, narsalaringizni yig'ishtiring. Men sizdan roziman. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Sizga oxirlik kiyimlar olib bera olmadim. Pardoz buyumlar olib bera olmadim. Qo'lingizga ham 1 so'm pul bermadim. Shunda ham 5 yil xizmatimni qildingiz. Biz esa sizni qadrlamadik. Endi bora qoling", deya onaxon o'rnidan turib kelinini quchoqlab oldi. Keyin esa nevaralarini yetaklab taksiga mindirib yubordi. Bu yoqda esa Erkin boshini egib nima qilishini bilmasdan jim o'tirardi. Ma'suma ketdi. Onasi esa u bilan gaplashmay qo'ydi. Ertasiga, ya'ni dushanba kuni Erkin ishxonasiga ishga bordi. Ishxonasiga kiraverishda Laylo bilan duch kelib qoldi. Shunda Laylo kutilmaganda salom ham bermasdan gap boshlab qoldi. "Sen ham erkakmisan?" dedi sensirab. "Onangni nima haqqi bor erimga qo'ng'iroq qilaman deyishga? U kim bo'pti meni sharmanda qiladigan? Meni sharmanda qilaman deyishdan ko'ra, latta bolasini eplab olsin. Ayolning og'zidan bola kirib shodi chiqar, basharasi esa xunuk bo'lib ketganda. Uning bu yoqimsiz ovozini eshitish uchun tepa va qavatdan derazalar birinma-ketin ochila boshladi. Erkin sharmanda bo'ldi o'z kollektivi oldida. Tezgina ortiga qaytib, ishxonadan chiqib mashinasiga o'tirdi-da, boshi oqqan tomonga jo'nab ketdi. Biroz xayoli joyiga kelib, yon atrofga qaradi. Allaqachon shahardan tashqariga chiqib ketgandi. U mashinasini to'xtatib, sigaret chekdi. U Layloni og'zidan tupagi sachrab gapirayotgan turqi ko'z oldiga kelib, dili og'ridi. 5 yilda ko'ziga tik boqmagan ayolini ko'z oldiga keltirdi. O'z-o'zidan ko'ziga yosh kelaverdi. Bolalarini bir kundayoq sog'inib qolganini his qildi. Keyin esa shartta o'tirdi-da, uyi tomon jo'nadi. Uyiga yetib kelgach, mashinadan tushiboq hovlisiga baqirib kirdi. "Ona, yuring, Ma'sumani olib kelamiz." "Nima qilasan uni?" so'radi onaxon. "Xotinim-ku u, sog'indim", deya hazillashishga urindi. "Buni qarang-a, Ma'sumaxon qizim, manavi sizni sog'inibdi, bir qarab yuboring", dedi ona oshxonaga qarab.
Ichkaridan esa bugun qaynonasi olib bergan ahorli ko'ylaklarda salgina pardoz bilan gulday ochilib ketgan ma'suma bir to'p atirguldek ochilib turardi. Assalomu alaykum. Erkin xotinini ilk bor ko'rgandek tikilib qoldi. Qani yuringlar, sizlarga banan olib beraman, deya nevaralarini qo'lidan tutgan onaxon eshikka qarab yurar ekan, 5 yilda qizidek bo'lib qolgan keliniga ko'zini qisib qo'ydi. Tamom. Ana shunday qaynonalar ko'paysin. Vaqtingizni ayamasdan tinglaganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz.